Voy Doniyor bitta qaysar bitta kaprizli klientim bordi. Shu uyiga bittani premium zo'r smesitellaringdan berdi. Qanaqa smesetel tavsiya qilasan ukajonim? Yo'l aka, mana sizga maxsus Casella brend ostida smesetellarni tavsiya beramiz. O'zbekiston ichki bozoriga 10 yildan oshdi kirganiga, garantiya jihatidan 5 yil заводской defektiga beryapmiz. Любой problemasi bo'lib qolsa, bizlar javob beramiz. Rakinalarimiz 5 sm dan boshlab 30 sm balandligigacha javob beradiganlari bor. Rigoroshniy, sensorning, rangi xrom, seri, qora, tilla, hamma rangimiz bor. Mo'ykada ularga eng kerakli qulaylik smesetellar hamma gradus bo'yicha yuviladi. Shlanka xohlagan joyga burib, chayib, tozalab qo'yishligi birinchisi. Ikkinchi smesetel qulayligi mana xohlagan gradusda 1, 2, 3 to'rt xil funksiyasi bor. Hammasini burib ishlataverishadi. Sartaroshlarga mos smesetel bo'ladi. Ayollarimiz o'rganib qolishgan, xohlagan gradusda burib ishlatishligiga. To'rtinchisi standart, mana tik suv tushadi. Buni regirovka faqat chakka o'ngga qila olamiz. Buni bitta yutug'i filtrni ulab qo'ysa bo'ladi. Mana ikkita suv tushadigan joyi bor standartda. Bittasi oddiy suv uchun, bittasi filtr uchun ulab qo'ysa bo'ladi. Vashcha zo'r, gap yo'q. Mashina sotib olish uchun yana qanaqa qiymat bera olasizlar? 5% chegirma qilib beramiz. Undan tashqari, Murod promokodi bilan kelgan barcha mijozlarga ularga ham 5% chegirma qilib beramiz. O'rtoqlar, bunaqa imkoniyatdan tez srochniy foydalanib qolish kerak. Bu videoni aniq dini nozik klientlarimizga jo'natib qo'yamiz.